народный генерал Зунун Таипов. Şarkı Türkistan hükümeti kurulmasından burun ben zavutda işçi болып işledim. Ondan keyin biz mahfi teşkilatını kurduk. До создания Восточно-Туркестанской республики я был рабочим одного из заводов. Мы создали подпольную организацию в Пульдже, нападали на гоминдановцев. В это время Гани Батур и Фатых Батур собрали в горах партизанские отряды. Они взяли Нилку, начали осаду Пульджи. Отряд Гани Батура атаковал главный штаб гоминдановцев. Гани Батур был ранен, но не покинул поле боя. Вновь повел храбрецов в атаку. Отряд Гани Батура штурмует крепость, но взять ее нелегко. Взорвана стена, и партизаны врываются в крепость. Пульджа свободна. После создания Восточно-Туркестанской республики, национальной армии, меня назначили заместителем командующего. С тех пор я все время был связан с Гани Батуром. Отряды Гани Батура совместно с частями народной армии освобождали родные края. Soqıştırma başqa vaxtlarda hem vaxt birgi boldu. Şarkı Türkistan hökuməti Gani Batırını qəhrəmanlığını mədihiyləb Gani Batırға xalq За воинскую доблесть Гани Батуру присвоено звание народного героя. Наградили орденами и медалями. Гани Батур умный, интересный человек. Высокий, широкоплечий. Когда он садился на коня, казалось, что это сказочный богатырь. Гани Батур Uyghur xalqining faxrlik o'g'loni, milliy qahramon G'ani Batur 1902-yili hozirgi G'ulji nahiya Qosh yezisining Turdi yuzi mahallasida kambag'al dehqon oilasida dunyoga kelgan. G'anining dadasi Mehmet Baqining ota bovisi aslida Xotan qarqashliq bo'lib, uning ikkinchi bovisi Iminiyaz Mirab Çin sulalisi Şarkı Türkistan'a tajavuz qilib kirgandan keyin 1760 yilidan 1767 yilgacha Şarkı Türkistanning Uchturpan, Xotan, Yarkan qatorliq joylaridan eliga o'ch elish xarakterlik odam ko'chirganda majburiy ko'chirilib kirgan kishilardan bo'lib, shu yillarda G'anining ajdodlari Turdi yuzi mahallasiga o'rinlashtirilgan kishilardan edi. G'ani maktab yoshiga yetganda dadasi uni maktabga berdi. Lekin u o'qiy olmay maktabdan qochib chiqadi va 10 yoshlarga kirganda mahallasining qo'ylarini boqadi. 15 yoshga kirganda dadasi bilan dehqonchilik qiladi. G'ani kichikdanla ishchan va kuchlik g'ayratlik bola bo'lib, bola vaqtida chelishda dong chiqaradi. G'ani egiz bo'y, gavdalik beshi yo'g'on, kang va so'zuq, yuzi qip-qizil, qo'y ko'z, kam so'z odam bo'lib yetiladi. 1918-yili kech kuz mezgilidagi ma'lum bir kuni Mehmet Baqi attiganlik choydan keyin xamonga mangay deb turganda o'ylida varang-churang chiqib ketadi. Mehmet Baqi o'ylig'i chiqishi bilan "G'ani qaysing?" degan ovoz anglanadi. "G'ani men" deb oldiga chiqadi. G'anini chaqirgan bir cherik bo'lib, cherik G'anini bog'lamoqchi bo'ladi. G'ani cherikka qarab, "Bog'layman demay, ilib boradigan yeringga ilib ba, ammo bog'lamaysan" deydi. G'anining ota-onasi cheriklarga yolvurdi. G'ani, "Men gunohsiz, bularga yolvurmanglar. Men qaytib kelaman" deydi. G'ani shu tutilganicha 10 oy 9 tara yomulga qamaladi. Bu vaqtda G'ani texi 16 yoshda edi. U 10 oylik turm hayotida ko'rmaganni ko'radi, bilmaganni bilib, yashash yo'lini o'rganadi. Ham ko'p kishilar bilan tanishadi. G'ani turmadan chiqib, bir mezgildan keyin bir kuni 9 tarada bir qancha kishiga botirlik haqida so'z qilayotgan otliq bir qozoq yigitga "Mushu ola etingni ashu qarayag'ash tuyiga ko'tirib, opirib akelsam, nima deysan?" deb 150 metr keladigan jiroqliqdagi qarayag'ashni ko'rsatdi. Qozoq yigit
agar diginingni qila olsang etimni sanga berdim, qilolmasang to'riq etingni menga berasan deb G'aniga qo'l ustidi. G'ani bargan peti otni ko'tarib Qariyog'ochdan 100 metr yiroqlikqa elib berib qaytirib akiladi. Buni ko'rgan xalq hang-tang qoladi. Shuningdan keyin G'anining Batur degan nomi Ili rayoniga tarqaladi. Bu voqeadan keyin tajovuzchi Xitoyning zulmiga qarshi harakat qilayotgan nochilar G'anining atrofiga to'plashadi. Ular tajovuzchi Xitoylarni yaloqchi baglar, jazonixo'r boy va amaldorlarni masxara qiladi. İpi kelsa ularning mol-mulkini o'g'irlab, yetim misrlarga tarqitib beradi. Shunga G'ani 1944-yilgacha ko'p qitim turmaga qamaladi. Har qitim qamalganda put-qo'llariga selingan kishilarni uzib tashlab qochadi. Saqchi boshlig'i G'anini bir qitim 6 odamga bostirib urg'izadi. Bir qancha qitim 100, 200, hatto 300 dan tayoq urdi. Gundupayning g'izo bilan o'ltirish plani. G'ani Batur turmadagi bir qitimli ahvolini mundaq hikoya qilib berdi. Bu gomindangchilarning millatchi Xitoylarning zulm istamlarini aytib tugatalmayman. Jallat Shinsay degan Lomodining odamlari 1937dan 1944-yillari 100 minglagan beguna oq ko'ngil odamlarni qo'lga ilib, urib qiynadi. Ularning orasidan amon qolganlari sanoqliqlar. 1942 yoki 43-yillar bo'lsa kerak. Turmada yolg'iz kamerda yotaman. Gomindangchilar meni alohida jinoyatchi hisoblab, ana shundaq yolg'iz bir kamerga solagan edi. Bir oydak bo'ldi. Menga tuzuk basaydin, ya'ni suyi bilan boshqa hech narsa bermaydi. 3 vaqt basa yeb sesiqga kirib ketdim. Badanimda moy qolmadi. Bir tera, bir ustixon bo'lib, arvohlarga o'xshab qoldim. Ana shundaq kunlarning birida menga yo'g'on bir tovoqda petirmantda, yo'g'on bir cho'ginda ochiq damlangan choy ilib kirdi. Eg'izimdan seriq suv eqib, mantidan birini yedim. Qo'yning quyruq meydi etilgan bu sho'rpliq manta eg'izimda erib ketdi. Qo'limni ikkinchi mantiga so'zib, o'zimni aran tutib oldim. Chunki tuzluq basay bir oydan o'shiq vaqtda meni tamoman ojizlashtirib, uchaylarimda moy qolmay qurib ketgan edi. Agar bir tovoq mantini yesam, uchaylarim yerilib, o'ng'ayla jon beraman. Ularga mana shu kerak. G'ani o'g'ri oshpaqiliq qilib, tomoqni ko'p yeb o'ldi, deb hujjat yozib qo'ydi xolos. Men ana shularni o'ylab, nafsimni besib bir piyola choy ichdim. Qolgan mantilarni asta yostug'imning ichiga tiqib qo'ydim. Bir pasdan keyin oshpaz kirib, ya'ni oyni, G'ani demakchi, mantini yongrodin, ya'ni qo'y go'shidan atdim. O'xshabdimi? Xohlasang yana akiray, deb hijaydi. Men mantang bak o'xshabdi, hammasini qoldirmay yevatdim. Desam, bak xo'shal bo'lib qaqaqlab kuldi. Tovoqni elib ketib, yana manta akapdi. Ko'zicha bir mantini yeganda qildim. U chiqib ketgandan keyin bu mantilarni yostiqning ichiga tiqavatdim. Ana shundoq nafsimdan kechib, o'limdan amon qolgan edim. Ular buning sirini bilanmay, xeyligacha hayron bo'lib yurgan edi. Shu kunlarda Nilqida harakat qilayotgan millatchi Xitoy 6 o'g'ri deb atagan Fatih Batur, ya'ni Fatih Muslimov, Tatar 1906dan 1975, Akbar Batur 1917dan 1944, Qozoq, Qurban Burhandinov, Seyit Avan, ya'ni Akbar Baturning enisi, Nur Obulov, Oshur Mamatov, Hamid Muslimov, Rafiq Baychurin, Tatar qatorliq partizanlar guruhi G'ani Baturning Urumchida turmadan qochganligidan xabar tepib, uni izlab topadi. Shuningdan boshlab G'ani partizanlarga qo'shiladi. Partizanlik shtabi qurilganda partizanlarni 3 ga bo'lib,
birinchi bo'limga Akbar, ikkinchi bo'limga G'ani, uchinchi bo'limga tugmachi Rus Ivan mas'ul bo'ladi. Har birisining qismida 200 dan partizan bor edi. Bular Nilqiga hujum qilib, Xitoylardan Nilqini ozod qiladi. G'ani shuningdan keyingi ko'plagan urushlarda boturlik ko'rsatdi va kishilar tarafidan G'ani Batur deb ataladi. Partizanlar Gomindangning G'ulji tarafdan 10 mashinada kelgan askarlarini to'sib, zarba berib, Mazar rayoniga kirishdan burun yo'qitib, ularning qurol yaroqlarini g'animat oladi. U 1944-yili 11-oyning 6-kuni kechasi 20 ga yaqin partizanni o'ziga hamroh qilib, Tarning o'ttir yo'li bilan Mazardan chiqib, tun yerimda Mulu to'xti yuzi, Xudiyar yuzlarini besib o'tib, tongotqicha shahardagi To'pidang saqchixonasiga yetib kelib, saqchi va turmalarni pochoqlab tashlab, Fatih Baturning turmidagi onasi, ayoli va ballar qatorliq 30 necha kishini salomat qutuldirib elib chiqib ketadi. G'ani Baturning jangohdagi haqiqiy ish izlaridan. G'ani Batur qo'mondonligidagi partizanlar Xitoyning Arishang nahiyalik hukumatini muhasirga elib, nahiya hokimini taslim bo'lishga majburlaydi. Qo'rqib ketgan Xitoy hokim darhol taslim bo'ladi. Shuning bilan nahiyalik hukumat ozod qilinadi. G'ani Batur hokimni saqchi boshliqining oldiga elchilikka kirgizadi. Biroq saqchi boshliqi taslim bo'lishga unamaydi. Buni anglab, G'ani Baturning qattiq achchig'i kelib, mundaq deydi: "Taslim bo'lishga unamagan bo'lsang, o'g'il bola ekan. Uning bilan elishib baqay. G'ani akasining qandoq odamligini ko'rib baqsin." G'ani Batur shundaq debla saqchi idorasining orqa tarafi va ikki yondan tang hujum qilishga buyruq berdi va tajribalik ikki jangchini chaqirib kelib, sepilga yaqin berib, laxma ko'lab portlatishni buyurdi. O'zimi Mavzurdan sepilga qaratib to'xtamay o'q uzdi. Dushman 3 kech kunduz qattiq tirkishidi. 3-kuni partizanlar sepilni portlatib, saqchi shtabiga besib kirib, Arishang nahiyasini ozod qiladi. Oradan 10 necha kun o'tganda G'ani Batur qo'mondonligidagi partizanlar Angilik degan joyda yordamga kelgan dushman askarlarining oldini to'sidi. Bu urush nihoyatda qattiq bo'ladi. G'ani Batur sapning oldida ketib borganida dushman qo'mondoni G'ani Baturni nishon qilib, Mavzun o'q uzdi. G'ani Batur chaqqonlik bilan o'zini yerga atgan bo'lsa-mu, ulgurolmay qoladi. Dushmanning o'qi G'ani Baturning umurtqisining azroq yerini yulib chiqib ketadi. Batur chabdaslik bilan dumulab, o'zini daldiga elib, Mavzni yanchi silkib etib, dushman qo'mondonini yer chishiltadi. Qo'mondondan ayrilib qolgan dushman askarlari qalaymaqalashib ketadi. G'ani Batur o'rnidan dast turib, "Qarindoshlar, olg'a!" deb varqarab dushmanga etiladi. G'ani Batur otdan yiqilgandan keyin har tarafga pitirab ketish oldida turgan partizanlar G'ani Baturning "Olg'a!" degan ovozini anglab, o'rinlaridan chacharab turib, "Hurra!" degancha dushmanga qarab etiladi. Shuning bilan ikki taraf o'rtasida yo'l ustida giralashma urush boshlanadi. G'ani Batur oldiga uchirgan dushman askarlarini yer chishiltib turib, "G'ayrat qilinglar, azmatlar!" deb partizanlarga madad berdi. Partizanlarning jasoratidan qo'rqib ketgan ba'zi dushman askarlari qurollarini ikki qo'li bilan egiz ko'tarib, taslim bo'lganligini bildirib, tizlanadi. Urush bir qancha soat davomlashgan bo'lg'achqa, G'ani Baturning yarasidan qon ko'p eqib ketadi. Buni ko'rgan atrat boshliqlari Batur yarlardan ko'p qon eqib ketdi, yarlarini tengib olsalar degan bo'lsa-mu, Baturning qo'lqiga kirmaydi. Bu urushda dushmanning ko'p qismi o'ldirildi. Bir qismi taslim bo'ldi. Az bir qismi qochib qutuldi. Urush oyoqlashgandan keyin G'ani Baturning sabdoshlari davolanishga majburlab elib ketdi. G'ani Batur Angilikdagi urushda haqiqatan og'ir yaralangan.
shu vaqt sharoitida Sharqi Turkiston Jumhuriyatidagi doktorxonalarda G'ani Baturni davolash imkoniyati bo'lmag'achqa, uni davolatish uchun Sovet ittifoqiga Almatoga elib borgan. U saqaygandan keyin G'ani Baturning nomini ko'p anglab, uningga hayron qolgan Stalin G'ani Baturni Moskvaga chaqirtib, uning bilan bevosita ko'rishgan. Hayot guvohchilaridan biri bo'lgan Yodikar Sabitov Stalinning G'ani Batur bilan ko'rishish jarayonini tövandikidek aytib berdi. Oq it, qora it, hammasi it. 1978-yilining bir kuni Kommunizm tug'i gazetining bosh muharriri Abdulla Mashrov tarjima bo'limidagi xodimlarni kabinetiga chaqiribdi. Odatda u bizni muhim bir masalani hal qilishda yoki nihoyatda muhim materiallarni tarjima qilish zaruriyati tug'ilgandala chaqiratdi. Bu qatimmo shundoq bir ish chiqdimikin deb uning kabinetiga kirdik. U tatmadan bir konvertni oldi. Muni xat Moskvadan. SSR Tashqi ishlar ministrligidan kelibdi. Hozir men uni sizlarga o'qib beray. Bu hujjatdan sizlarmi xabardor bo'lib qilinglar, dedi-da, unlik o'qishga boshladi. Xatning qisqacha mazmuni tovandikicha edi. Yo'ldosh I.V. Stalinning 1947-yili xalqning qahramoni G'ani Batur Mehmet Baqining Stalin bilan bo'lgan uchrashishning jarayoni. Stalin G'ani Baturdan Sharqiy Turkistondagi inqilobning portlash sabablarini millatchi Xitoylarga qarshi bo'lgan urush jarayonlarini so'rgan. G'ani Batur Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistondagi vahshiyligi, bo'libmi oxirgi yillari Jallod Shingsayning umumyuzlik qattiq diktatorlik yurgizib, xalqni dahshatlik ezib, ozroq savodi bor, ko'zi ochiq odamlarning hammasini turmalarga, lagerlarga qamab yo'qotganligi, pichoq so'ngakka yetgandan keyin xalqning Xitoylarga qarshi ko'tarilganligi haqida qisqacha so'zlab berdi. Stalin G'ani Baturning bayonini diqqat bilan tinglab bo'lgandan keyin Xitoy Kommunistik partiyasiga qanday qaraysiz, qanday baho berasiz deb so'raydi. G'ani Batur ishkilanmayla, oq it, qora it, hammasi bir it. Chunki millatchi Xitoymi o'xshash tajovuzchi Xitoy, kommunistchi Xitoymi o'xshashli tajovuzchi Xitoy. Men ulardan yaxshilik ko'rmadim deb javob berdi. G'ani Baturning millatchi Xitoy va kommunist Xitoyga qarta bergan mundaq keskin ham qat'iy va salbiy bahosidan qattiq g'azablangan ve Molotovning chiroyi o'zgarib, qopqi turilib ketdi. Lekin Stalin Uyg'ur xalqining ozodlikqa bo'lgan tashnoligini tushungandek, G'ani Baturning so'zlariga ancha parvo qilmagan qiyofatda ifoda bildirdi. Abdulla Mashrov bu xatni o'qib bo'lib, Sir Tashqi ishlar ministrligi buni gazetda foydalanishga tavsiya qilibdi. Amdi bir imkoniyat topilsa foydalanishni o'ylashib ko'ramiz. Abdulla aka shu chaqda meni G'ani Baturning Stalinning savoliga bergan javoblarining jur'atlikligi hayron qoldirdi degan edi. Yuqorqilar G'ani Baturning hayotidan nihoyatda oz bir qism o'rnak bo'lib hisoblanadi. G'ani Batur vatanimizda 1944-yili 11-oyning 12-kuni ikkinchi qatim qurilgan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini qurishdan burun millatchi Xitoy Gomindanga qarshi qurolliq partizanlik urushga qatnashgan eng dastlabki 20 qahramonning birisi bo'lib hisoblanadi. U Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilishidan burun va keyin mustaqilligimiz uchun ilib berilgan urushlarda o'nlarcha qatim ajoyib botirliklarni ko'rsatib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilishiga oz bo'lmagan to'hfalarni qo'shgan ismi jismiga loyiq xalqimizning botiri va milliy qahramonidir. U yana Arshang, Bo'rtala va boshqa joylardagi urushlarga qo'mondonlik qilgan bo'lib, bu urushlardami ajoyib botirlik ko'rsatgan.
Shuning uchun Sharqiy Turkiston Jumhuriyati qurilgandan keyin G'ani Batur davlat tarafidan orqa-orqadan ozodlik, fidoi, sadoqat qatorliq medallar bilan mukofotlanadi. Biz har qitim G'ani Baturning mag'rur turgan suratini ko'rganimizda, sol ko'ksining usti uning haqiqiy baturligining simvoli bo'lgan, chaqnab turgan medallar bilan to'lganligini ko'ramiz. 1949-yili kommunist Xitoy Sovet ittifoqining yordami bilan Sharqiy Turkistonni besib olgandan keyin uzoq o'tmayla G'ani Batur va sabdishi Fatih Baturlarni siyosiy o'g'inish qilish nomi bilan Xitoyning Lanjouga palaydi. Shuningdan boshlab u Fatih Batur bilan billa Lanjouda 1953-yilgacha turib, keyin ona vataniga qaytib keladi. U G'uljaga qaytib kelib qarasa, ishlar boshqacha. G'ulja o'zi yashagan, o'zi ko'rgan G'ulja emas. Chunki bu vaqtda kommunist Xitoy allaburun Sharqiy Turkiston armiyasini tarqoqlashtirib bo'lgan bo'lib, Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining poytaxti G'uljaning hamma yeri Xitoy kommunist ishg'olchilarining tashviqotchilari bilan to'lgan edi. Bu ahvollarni ko'rgan G'ani Baturning ko'ngli bakma yerim bo'ladi. U bir mezgildan keyin G'uljada davomli yashashga ro'y barmay, 1954-yillari Qozog'istonga chiqib ketishga majbur bo'ladi. G'ani Baturning oxirgi umri Qozog'istonning Amgakchi Qozoq nahiyasida o'tdi. Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'lani, milliy qahramon marhum G'azi G'ani Batur 1981-yili 6-oyning 29-kuni 79 yoshida Almatada vafot bo'ladi. U vafot bo'lgandan keyin uning oxirgi umrini o'tkazgan Amgakchi Qozoq nahiyasi tavasidagi Almata G'ulji yo'li bo'yiga dafna qilinadi. Keyinchi qabrisining yeniga uning haykali turg'iziladi. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining generali, yozuvchi Ziyo Samadi 1995-yili G'ani Batur haqida G'ani Batur ismli bir tarixiy roman yozgan.